Assalomu alaykum. Mana biz o'sha ishlar orasidagi loyni tarifi bo'yicha to'xtalib o'tamiz. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana ishlar orasidagi mana aynan men Oqsaroyda shu joy qismini topdim. Mana bu yerda e'tibor berib qarasak, bu yerda Oqsaroyda o'sha loy, o'sha Amir Temur davridagi loy qismi bor. Bu yerda o'sha loyda olimlar tomonidan, tarixchilar tomonidan o'rganildi. O'sha 100% dan loyda 100% dan 30% topildi. 70% haligacha bizgacha qorong'u. Nima uchun, nima qo'shilgan bu loyda? Bu beton emas, o'sha Amir Temur davridagi loy, o'sha Amir Temur davridagi loy. Bu loyning tarkibida tuya suti, tovuq pati, tovuq tuxumi, tarvuz suvi, guruch suvi, 30 xil element aniqlangan, 30 xil element aniqlangan. O'sha loyning tarkibida 70% bizgacha qorong'u. O'sha loyda nima ishlaydi? Qarang, zamonaviy tilda aytadigan bo'lsam, Amir Temur davridagi laboratoriya shu darajada kuchli bo'lganmi? Shu darajada kuchli bo'lganmi? Qarang, 700 yildan beri Oqsaroyga hech narsa qilgan yo'q. 700 yildan beri, 700 yillik tarixga ega Oqsaroy mana hech narsa qilgan. Mana bu yerda ko'rsangiz, mana buni ichida mana o'sha hattoki loyi toshday mustahkam, hattoki loyi toshday mustahkam. Bu yerda shishasimon, ohaksimon moddalar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda juda ko'p modda bor. 30% aniqlangan, 70% haligacha aniqlangani yo'q.